Sunjangdan inim men bilan taqi chiqing degan chaqda cho'ga ishidan asli voy taqi chiqmay nega borman yani bardigan yerim bormi deydigan odam Sunjang danishman aqlli o'qigan odam. Sunjang nim deb javob berdi cho'gaga. Javob bermay shappidi keyniga o'rilib yerlikdagi qutqazg'iga kelgan dengiz ejderha Jongshun, Qaraquyun, Likuy degan 30-40 odamga inilerim deydi. Bugün ağanlarını dep orduga isyonkor ataldinglar. Langshanga chiqmoqdan boshqa yo'limiz qolmadi. Qani aytinglarchi, ağanglar bilan Langshanga chiqamsizlar deydi. Mundaq desak bu ortiqcha gap. U Sunjang uldun so'ramsizmi, ular chiqmay amal yo'q hamda, qochmay amal yo'q. Lekin Sunjang bu yerda nima uchun bu ortiq gapni so'raydi? Demak bu yerda Sunjangninki cho'ga qatorliq tushgan Langshandagi 30 atamanning oldida nimani tushundirmoqchi? Men bardigan yerim yo'q. Qildiga qechib mındaq sang bilan qo'ng'angdan mangadigan adam emas. Men hozir sen bilan taqi chiqaman. Ma bir top adam meni deb taqi chiqyapti sen bilan. Ma'u mening adamlarim, ma'u mening inilarim, mali seni tunimaydi. Men sen bilan taqi chiqqashqa mali men bilan meniyapti deb yani shu yerda men nuqtani Sunjang maydonini ifodalayapti. Yani görünüş özgerdi. Muş kinonu neçret kögelinin isi kilodu. Görünüş özgürüp Langshandagi Matla sarayı. Joz-jozlu güç, mey, şarap. Hem adam nağrı dumba xoşallıqda arak içiyotgan vaqtda cho'ga tuyuqsiz o'rnidan qo'pib, "Inilerim, men bugun bir qaror chiqmoqchi. Ayni vaqtda yetteyla Mevlüt soğusunu bulgan vaqtimizda agar inimiz Sunjang bizga xabar yetkazmagan bo'lsa, biz allaqachon qilish ostidagi ruhga aylandik. Mushu inim biz yetteylarga ostidan xabar yetkazganligi uchun taqqa chiqdik, ataman bo'ldik, igilik tikildik. Mana bugun kunda men mushu Langshanning birinchi atamanlik o'rnini inim cho'gaga badayim deydi. Biz kinoni yaxshi o'ylaylik. 94-yilki Markaziy televiziya stansiyasi ishligini olsun. 86-yilki Sandung televiziya stansiyasi ishligini olsun. Yakum 2000-yili yenidan Jojang televiziya stansiyasi ishlagan mushu suv buyida deganda mush ko'rinishni nayt yaxshi bergan. Cho'ga mush gapni qilgan chaqda Sunjang bir xil ichidan bir xil kuladi.